Piskent tumanida O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligining yangi laboratoriyasi foydalanishga topshirildi. Hozir shu haqda. Mazkur laboratoriya O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan hamda import qilinayotgan maishiy konditsionerlarning energiya sarfi va samaradorligini baholash, ularning xalqaro talablarga mosligini tekshirish va iste'molchilar uchun sifatli mahsulotlar yetkazib berilishini ta'minlash maqsadida tashkil etilgan. Laboratoriya xalqaro standartlar asosida faoliyat yuritadi. Bu esa uning xulosalari xalqaro miqyosda tan olinishiga imkon yaratadi. Shuningdek, ushbu sinov markazi yordamida energiya sarfi yuqori bo'lgan mahsulotlarning bozorda tarqalishining oldi olinadi. Bu esa mamlakatning energiya resurslarini samarali boshqarishga hissa qo'shadi. Grant asosiga, ya'ni 2-3 million dollarga grant asosida laboratoriya barpo etilgan. 1 yil ichida o'rtacha O'zbekistonga 1 milliondan oshiq konditsioner almashtiriladi. Oldingi konditsioner bilan hozirgi konditsioner farqi 2 va 3 barobar energiya samaradorlik. Ya'ni bu laboratoriya orqali shu sinfini aniqlash mumkin. Endi bizda ko'proq importdan bo'ladi hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni sinovlarni o'tkazish uchun shu sinfini aniqlash maqsadida qilingan laboratoriya. Ochilish marosimida mutasaddi tashkilotlar vakillari, mahalliy va xorijiy mutaxassislar ishtirok etib, yig'ilganlarga laboratoriyaning texnik imkoniyatlari, uning ahamiyati va kelgusidagi rejalar haqida batafsil ma'lumot berildi. 반갑습니다. 저는 Bu laboratoriyaning tashkil etilishi Koreya va O'zbekiston o'rtasidagi samarali hamkorlikning yorqin natijasidir. Mazkur laboratoriya O'zbekistonga kirib kelayotgan barcha maishiy konditsionerlarning energiya samaradorligini sinovdan o'tkazish va ularning sifatini baholash uchun xizmat qiladi. Konditsionerlar ishlab chiqarish juda muhim, ammo shu bilan birga ularning energiya sarfini tejash masalasi ham e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Aynan shu maqsadda ochilgan ushbu laboratoriya energiya tejamkorligini ta'minlash yo'lida katta ahamiyat kasb etadi. Yangi laboratoriyaning ishga tushirilishi O'zbekistonda energiya tejashga yo'naltirilgan texnologiyalarni joriy etish, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning eksport salohiyatini oshirish va xalqaro standartlarga mos mahsulotlar yaratish yo'nalishida